18 qism. Gulnoziya asta-asta ko'zlarini ochishga boshladi. Uning ko'ziga hamma narsa oqarib ko'rinayotdi. U o'zining doktorxonada ekanligini tasdi ilg'a qildi. Ondan yanida o'ziga qarab turgan Muratni ko'rdi. Yani ko'rdiki, o'zining biligiga osma ukul tushib yetibdi. Shu topda uning o'rnidan chachirab turib, osma ukulni tortib etkisi, ondan yugurib borganicha yotoq derisidan sakrabla o'lish maqsadiga yetkisi bor edi. Lekin uningda hozir armonga tushliq darmon yo'q edi. Muzdek suda xeyli uzoq turib qolg'achqa, uning hozir put-qo'llarida mag'dir yo'q edi. Meni siz qutqizib qoldingizmi? Shundoq. Kim sizni meni qutqizib dedi? Nemishqa? Nemishqa meni o'lgil qo'ymaysiz? Meni yana nemishqa bu dunyoda tirik turg'izib, alam yetishga, azob tortishga majbur qilasiz? Nemishqa? Saldi nemishqa? Sizning shundoq o'lgingiz bormidi? Qani o'ling'a? O'ling'a. Ana avu deriziga berib sakrang. Hozirla o'lasiz. Ajbaslar ayollarga jonning shunchalik atvari yo'qmi? Hayotlikni shunda xorilsanglar bo'lamda. Ajbaslarning hayotinglar shunchalik qadrsizmi? To'g'ri. Men sizning beshingizga nimishlarning kelganligini uqmayman. Ammo siz o'libli qutilgan bilan atrofingizdagilar ming o'lib ming tirildi. Siz buni bilamsiz? Siz ko'nglingizda o'lib ketsamlar hamish tugaydi deb o'ylab qoldingizmi? Undaq oson ish yo'q. Bu jon faqat yolg'iz sizning jiningiz emas. Acaba sizning urug' tuqqanlaringiz yo'qmi? Ularni menga pushaymanda, dad alamda o'ssin dedingizmi? Sizlar ayollar nemishqa faqat o'zinglarni o'ylaydigansizlar. Nemishqa undaq shaxsiyatchilik qilsizlar. Lekin men nurg'un kishilarning ko'ngliga azor berdim. Nurg'un yaxshi bo'lmagan oqibatlarning kelib chiqishiga sababchi bo'ldim. Mening yana ularning oldida yashagudek yuzim qolmadi. Siz buni uqamsiz. To'g'ri. Men nemish bo'lganligini uqmayman. Lekin men hayotlikning intayin qimmat ekanligini bilaman. Siz nurg'un kishilarning ko'ngliga azor bergan bo'lsangiz, ashularga o'zingizning pushaymon qilganligingizni aytib, o'zingizning o'zgarganligingizni isbotlang. Ularning ko'nglini elang. Qilganlaringizning o'rnini to'liqlang. Buni faqat siz hayot bo'lsangiz qila olasiz. Gaplarimni obdan o'ynab beqing. Siz hayot yashab boshqalarning kechirishiga erishamsiz yoki o'lib o'zingizni aqlayamayli qolmasdan yana hammalarni vijdon azobiga qo'yib qo'yishni xohlamsiz? Bu o'zingizning ixtiyori. Gulnoziya Muratning so'zlarini anglab basga tushib qoldi. Demasam, Gulnoziya nemishqa bularni o'ylamadi, ha? U faqat uyga so'linib olib, o'z-o'zini azoblab yurdi. Ularning kechirimiga erishish uchun harakat qilib boqmadi. Uyingizdagilarning nomeri qancha? Dang. Men ularga telefon qilib qo'yay. Ularni ansirtib yurmam. Dedi Murat Gulnoziyaning xiyolini bo'lib. Gulnoziya Muratning so'zlarini anglagandan keyin bu reallikqa dodil yuzlanishni o'ylashdi va uningga ochisi Nojiyaning nomerini aytib berdi. Nojiya doktorxonaga kelgandan keyin Murat qaytib ketdi. Nojiya Gulnoziyani ko'ribla o'zini tutolmay Gulnoziyani quchoqlab yig'lab ketdi. Mening ahmoq singlim. Nemishqa bunday qilasan? Nemishqa? Nemishqa bizni bunday ansirtsan? Nemishqa? Nemishqa bu yo'lni tanlaysan? Sen nemili bo'lmishsan mening birdan-bir singlim tursan. Seni yolg'iz tashlab qo'yamdim men. Kechirgin acha. Endi seni hargiz ansirtmayman. Jinim acha. Acısanlar quchoqlashib yig'lashib ketishdi. Gulnoziya shu topda o'zining haqiqatan xato qilganligini, o'zining yanada yolg'iz emasligini his qilishga boshladi. Gulnoziyaning doktorxonada ekanligidan xabar topgan Ahmad apandi hozir doktorxona tarafga qarab kelyotdi.
Onun xiyolları yanala chekish. Bir tarafga qarasa, yurak parisi, Sahira. Yana bir tarafga qarasa, o'z xatoligidan xijil bo'lib, o'lim bo'sug'isidan qadam elib, o'limdan amdili qutulib qolgan Gulnoziya. O ko'p o'ylandi. Oxirida yanala Gulnoziyani kechirib o'tishni qaror qildi. Chunki bu ishlarning hammasiga Gulnoziyani sababchi deb qarg'ilimi bo'lmaydi. Bir yildan bermi. Qizining ko'rayotgan kunlardan bexabar, bexiraman yurgan o'zimi bu ishlarga sababchi edi. O'zimning beparvoligidan mushundoq ishlar kelib chiqdi debmi o'ylaydi. Bo'pti, uni kechirib o'tay. Umu qilganlarining jazosini obdala tatdi. O'zimmi dadliq rolimni joriy qildiramay, uni ayblayamay. Balkim mushuning badaliga Sahira qizim nadili bo'lsa tinch aman esan tura. Bir kunlarda dada deb bag'rimga qaytib kela. U mana mushlarni o'ylab doktorxonaga yetib keldi. U yotoqdan kirishiga Nojiya uningga o'rindiq akilib qo'yib berdi. Ammo Ahmad apandi o'ldirmadi. Ahmad, men bo'ldi, gap qilma. Sizni kechirib etdim. Bundan keyin endi bundoq ahmoqlik qilma. Obdan yashang. Ahmad apandi shundoq dedi. Ondan Nojiyaga qarab, sizmi uninga obdan qarang deb chiqib ketdi. Ahmad apandi doktorxonaga kelib o'tib, Farhodga telefon qilib o'tgan edi. Shu topda Farhodmi doktorxonaga qarab kelyotdi. Ahmad apandi doktorxonaning balnis binosidan chiqib o'tib, Farhod bilan uchrashib qoldi. Ular qisqagina ahvollashib o'tib, o'z yo'llariga ravon bo'ldi. Farhod kirganda Gulnoziyaning osma okoli tushib bo'lgan bo'lib, u ochisi Nojiya bilan paranglashib o'tirdi. Farhod Gulnoziyaga ortiq gap qilolmadi. Ammo o'zining Gulnoziyani sog'-salomat ko'rganligidan to'liq xush bo'lganligini, Gulnoziyaga o'zini asrashni aytib qaytib chiqdi. Ammo u bayqi Gulnoziyaning o'ziga telmirib qaragan ko'zlaridan texmi qat'iyatga keldi. Gulnoziyami saqiyib doktorxonadan chiqdi. Nojiya uni o'zining uyiga elib ketdi. Bir mezgil o'tgandan keyin Ahmad apandi Gulnoziyani ko'rishga chaqirdi. Gulnoziya chiqqandan keyin uningga bir kelishimnomani sundi. Bu ajrashish kelishimnomasi edi. Buningga Ahmad apandi allaburun imzosini qo'yib bo'lgan edi. Ahmad apandi garchi Gulnoziyani kechirib o'tgan bo'lsa-mu, lekin uningdan ayrilishni qaror qilgan edi. Gulnoziya qo'liga qalam elib bo'lib yana to'xtab qoldi. Nima? Bir telefon bormi? Babası da bering. Yo'q. Boshqa talabim yo'q. Men faqat opam dadamlardan kechirim so'rab olay. Bo'lamdi. Hojati yo'q. Avar bilshingiz behojat. Ahmad, mening boshqa talabim yo'q. Mayli ular meni kechirsin yoki kechirmasin. Ulardan bir qatam afv so'rab olay. Bo'pti. Barman deb turibsangiz. Bering. Gulnoziya kelishimnomaga imzo qo'yib o'tib, Ahmad apandi bilan birga cho'ng uyga bordi. Mahmud apandi bilan Rahila xonimlar Ahmad apandidan Gulnoziyaning ishini anglagan edi. Tegidan oq ko'ngil bu odamlar Gulnoziya yo'qolib ketgan chig'lardalar yanala uningdan ansirgan edi. Qanday bo'lmasin, uning sog'-salomat bo'lishini tilgan edi. Dada, appa, oldinglarda kechirgisiz xatolik o'tkazdim. Men haqiqatan ig'ir gunoh qildim. Sizlar bilan ona bola bo'lib o'tadigan kunlarimiz mushunchalik o'xshaydi. Bundaq bo'lib qolishig'imi o'zim sababchi. Sizlarning men qilgan kamchiliklarni men bu umrimda qaytarib bo'lmayman. Mendan yanmasa, hayotlikdan yana. Mushu qilganlaringlar uchun Sahira sog'-salomat qaytib kela. Dada, appa, mendek ozg'in qizinglarni kechiringlar. Rahila xonim bilan Mahmud apandi Ahmad apandiga o'xshashli dedi. Sizni kechirdik qizim. Bu dunyoda yaxshilik javobsiz, yomonlik jazosiz qolmaydi. Mushu qatimliq saboqni esingizda ching saqlang. Kishilarga yomonlik qilmang. Qo'lingizdan kelsa,
Ulardan yardımınızı ayımang. Çoqum özünüzni qadrlab, boshqalarni hurmatlab yaxshi yashang. Gulnoziya beshini langshitganicha ko'z yoshlarini surtdi. Ham ularga qayta rahmatlar aytib, cho'ng uydan chiqdi. Hozir u xeyla yeniklab qoldi. Fahriye, Farhad hem ularning ota-onasining jon ko'ydirib xabar elishi natijasida Sahira hozir xeyla asiga kelib qoldi. Uning dastlabda kimni ko'rsa to'shqandek cho'chiydigan holatimi bara yo'qolib, bu yangi kishilarga xeyli o'zlashib qoldi. Ularni yod ko'rmaydigan, texi chiroyli kulgilarini ularga sovg'a qildigan bo'ldi. Uning beshidagi uyib qolgan qonning erishi bilan Sahiraning ko'zimi asta o'ngshaldi. U o'zining ko'raliganligidan qavatli xushal bo'lib ketdi. Kichik bola bilan cho'ng odamning zoti farqi bor. Kichik bolalar o'zlarining oqibatini bek ko'p o'ylab qayg'urib ketmagachga, ko'ngilsizliklarni xuddi beliqdek tezli unutib ketadigan bo'lg'achqami, asliga kelishi cho'nglardan tez bo'ladi. Uning qulqining anglash iqtidorimi bara asliga kelyotdi. Doktorlar Fahriyalarga Amdi balani elib chiqib ketsa bo'ladiganligini aytsimi, ammo ular qizni to'liq asliga kelganda ondan elib chiqib ketishda chang turib, xeyli bir mezgillargacha doktorxonada turib qilishdi. Ular qizning ismini, uyini so'raganda Sahira ularga aytib bermadi. U yanala Farida bo'lib chaqiraverildi. Go'dak Sahira dadisining nima bo'lib ketishini xiyoliga keltirmasdan faqat Gulnoziyadan qo'rqib turardi. Onun nazarda Gulnoziya texchilar ularning uyida bor edi. Qizning uyi to'g'riliq gapdan o'zini shuncha qochirishlaridan, ularga aytib bermay turib bilishlardan, ularmo qizning haqiqatan u uyda ko'p xo'rlanganligini his qilishdi. Shunga bu to'g'risida hech kim uningdan qayta savol so'rab yurmadi. Doktorning ko'ngil qo'yib davolashi, qizning akitib moslashib berishi, Fahriyalarning Sahiraga xuddi o'z bolasiga muomala qilgandek kuyinib kutishlari natijasida Sahirami to'liq asliga keldi. Ular Sahira uchun shunchalik xush bo'lishdi. Ular Sahirani o'z uyiga elib ketishdi. Sahira hozir ularning uyining bir a'zosiga aylanib ketdi. Bu bir oila kishilari Sahiraga qavatli amirq edi. Bo'libmi Fahriya uni xuddi qo'nchoq o'ynagandek o'ynab ketdi. Uningga ko'zga chiroyli ko'rinib qolganligi narsaning hammasini ilib beradi. Baqchilarga abir bo'yin tatdi. Hatto ba'zi kunlari ishqimi beli ilib boradi. Ular shunchalik amroq, ijil iniq ochisinlardan bo'lib qolishdi. Sahirami o'zini azaldilla mushu uyning a'zosidek his qildigan bo'ldi. Hozir Sahira bu uyni obod qiladigan, kam bo'lsa bo'lmaydigan odamga aylanib qoldi. Mana shunday holatda aradan bir yilga yaqin vaqt o'tib ketdi. Endi keyingi ishlar sodi qandoq bo'lib ketadi? Biz buni keyingi qismdan anlaylik.